Yana o'sha holat. Ko'zim ilinishi bilan o'shanaqa bir qo'rqinchli tushlarni ko'rib uyg'onib ketyapman. Balki yana shifokorga ko'rinib kelarmiz. Bu yigit negadir ko'zimga tanish ko'rinyapti. Agar farzandlarimning onasi bo'lmaganda bu yalmog'izni bir daqiqa ham ushlab turmasdim. Unda ana jinnixonaga joylashtirib qo'ya qoling. Anavi ishimiz nima bo'ldi? Kamera. Sizni shubha gumonlaringiz to'g'ri bo'lib chiqdi. Kelingiz sizni rasmingizni qo'yib, Mana shu gaplaringdan bezib ketganimizdan ota qo'limizga kelishga ham mana shu yurak qovushlab kelamiz. Qo'rqib qolganman. Kechalari alahsirab chiqayapman. Halovatim yo'q. Tushimda kimdir meni bo'g'ib chiqadi. Kenayam meni issiq sovuq qildimi degan gumonim bor. Ukamni kundan kunga mazasi qochyapti. U meni kimdir issiq sovuq qilib olgan deyapti. Aslida ukam biron bir og'ir kasalga chalingan o. Shunday gumonim bor. Ket. Kimsan? Ket. 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 Hayır. Tinchlikmi? Jo'lan aka, nima bo'ldi? Yana o'sha holatda ko'zim ilinishi bilan qanaqadir qo'rqinchli tushlar ko'rib uyg'onib ketyapman. Suv olib kelaymi? Yo'q, kerak emas. Menga nimadir bo'lgani aniq. Bir jimpimmi nimadir ilashganda. Meni qo'rqitmang. Balki unaqa emasdir. Seni qo'rqitayotganim yo'q. Men uylanishimdan avval ham shunaqa holat bo'lib turardi. Qiziq. Bu ishlarni kimdir qilganmi endi? Albatta, o'zidan o'zi bo'lmaydi-ku. Kim bo'lishi mumkin? Katta ehtimol bilan kenayim. Qo'ying. Gumon qilish gunoh. O'zing uxlamay nima qilyapsan? Hali ozgina erta. Shunga oshxonadagi ishlarimni bitirib olay degandim. Jo'lan aka, siz yana uxlashga harakat qilib ko'ring. Hali erta ekan. Bo'lmasa kechroq uxlarman. Erta emas, uxlavering. O'zi kecha ham uxlamagan bo'lsangiz. Qarang, soat necha bo'ldi? Men oshxonadagi ishlarimni tugatib keyin yotaman, xo'p? Bo'pti. Yaxshi tamam. Xo'p. Yaxshi tomondingizmi, Jo'lan aka? Bo'ladi, rahmat. Yaxshi. Oling. Choy ichib turing, hozir nonushta olib kelaman. Shoshma. Nonushta kerak emas. Nega? Ovqat yeb oling. Yo'q, yemayman. Umuman ishtaham yo'q. Jo'lan aka, o'zi 3 kundan beri uxlamayapsiz. Tuzroq ovqatlanganingiz ham yo'q. Sizdan xavotir olyapman. Ha, mana shu uxlolmayotganim juda qiynayapti-da. Balki yana shifokorga ko'rinib kelarmiz, ha? Foydasi yo'q. Shifokorlar gapini eshitdim-ku. Hamma joyi soppa-sog', hech qanaqa kasalingiz yo'q dedi. To'g'ri-yu, lekin Undan ko'ra bugun domlaga borib, yana o'zimni o'qitib kelaman. Nimagadir ishlarim ham orqaga ketyapti. Mana oila qurganimizga 2 yil bo'ldi. Hali farzand ham ko'rmadik. Feruza, bu yoqda nimadir bo'layotgani aniqda. o'zi kechagi gaplaringizdan keyin men ham o'ylanib qoldim. Qarzlarim ham ko'payib ketdi. Qo'limda ishim bo'lsa, uyimiz bo'lsa,
Nima sababdan buncha qarzga kirib ketdim o'zim ham tushunmayapman. O'ylamang. Vaqt soati kelib, hammasi esiga tushib ketadi. Qarzlaringizdan ham qutulasiz. Qaniydi. Men ham o'sha kun kutib yashayapman. Xo'sh. Bugun nima qilmoqchisiz? Ha, nima qilardim? Doniyor bilan ishga boraman. Bu ahvolda charchab qolmaysizmi? Charchasam ham iloji yo'q. Baribir ishlash kerak. Javlon aka, rostdan ham o'zinim sizga dushmanlik qilyapti deb o'ylayapsizmi? 100%. U avvaldan meni yomon ko'rardi. Balkim mana shu ota hovlimizda men qolganim uchun yoqtirmaydimi? Qo'shnilarga bu tayyor uyga qoldi. Biz qiynalib uy quryapmiz deb aytibdi. Demak, shuning uchun yomon ko'rar ekanda siz-a? Balki shungadir. Mayli, men ishga boray. Bugun ertaroq qaytaman. Mayli, o'zingiz ehtiyot qiling. Iloji boricha ko'chada bo'lsa ham bu narsa yeb oling, Javlon aka. Xo'p, mayli. Tinchlik bo'lsin. Obbo kami. O'zim kelib xabar olmasam, akam boru deb ko'rganni ham bormaysan-a. Aka, xafa bo'lmang. O'zim bilan o'zim ovora bo'lib yuribman-da. Yaxshi. Jalolbek, ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi emas. Nima edi? Nega jahl qilasiz? Sizdan bundoq hol ahvolim so'rab bo'lmaydimi? Qilar ish qilib qo'yib, nima endi hol ahvol so'rayapsizmi? Tavba, tushunmadim. Men nima qilibman? Siz meni qanaqadir folbirlarga o'qitib, issiq sovuq qilib kasal qilib qo'ygansiz. Ishlarim ham yurishmayapti. Javlon aka, qo'y. Yana shu gapmi? O'zichi, mana shu gaplaringdan bezib ketganimizdan ota hovlimizga kelishga ham mana shu yurak qovushlab kelamiz. Qo'rqib qolganman. Aka, siz bilmaysizda, Kenay mana shunaqa jirkan ishlarni qilib yuribdi. Hop, Kenayni ko'zing bilan ko'rib, qo'ling bilan ushlab oldingmi? Agar ukam isboting bo'lsa menga ayt. Men o'zim buni nima qilishni bilaman. Yo'q, qo'lim bilan ushlab olganim yo'q-da. Ana ko'rdingizmi dadasi? Qaynukam menga doim tuhmat qiladilar. Chunki meni yomon ko'radilar. Men hech qachon folbinlarga issiq sovuq qildirgani bormaganman. Kenay, aldamang. Nima qilasiz aldi? Yuring dadasi, keta qolaylik. Hali ko'rasiz, mana shu qilgan ishlaringiz hal o'zingizga qaytib keladi. Siz katta gunoh qilyapsiz. Menga tuhmat qilmang. Bo'ldi, bas qilinglar. Ketdik, yur, tinchlik xotirjamlik bersin. Aka, Yur. to'xtang. Javlon aka, bekor qildingiz-da. Ha, men nima qilay? Ha, men ham qiynalib ketdim. To'g'ri tushunyapman, lekin bunaqa ohangda gaplashish to'g'rimikan? Shifokorlar soppa soqsiz desa, ammo bu yo'lda ahvolim bunaqa bo'lsa, nima qilay? Aka, shoshmang. Assalomu alaykum opajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qayerlardan kelyapsiz, Ferzaxon? Uyda masalalar qolmagan ekan, shunga magazinga chiqib kelayotgan. Ha, yaxshi. Ana bu tuhmatchi eringiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Ishlab yuribdilar. Sizga ochig'ini aytaman. Eringizni oxirgi paytlarda juda ham yomon ko'rib qolyapman. Ha, uyalmasdan, qo'rqmasdan menga tuhmat qilishini qarang. Ha, bunaqada mahalla kuyga ham gap so'z tarqalib ketishi hech gap emas. Xotiram yo'q, opajon. Javlon akam uydagi gapni ko'chaga olib chiqmaydilar. Bu siz shunaqa deysiz-u, lekin baribir ham-da eringizni fe'li chatoq. Bilaman-ku. Jahli chiqsa hech narsadan tap tortmaydi. Voy voy voy. Juda injiqda o'zi ham. Hozirdan shunaqa bo'lsa, ertaga qariganda qanaqa bo'lar ekan-a? Endi opajon, ularni ham to'g'ri tushuning. Qiynalib ketyaptilar. Uyqulari yo'q, bosinqirab chiqadilar. Ba'zida o'zlariga o'zlari gapiradilar. Unda ana jinnixonaga joylashtira qoling. Nimalar deyapsiz? O'ylab gapiryapsizmi? Ha, davolanishi uchun nimadir qilish kerak-ku axir. Ha, o'ziga o'zi gapirib yurgan odam sog' odam bo'ladimi? Unaqa demang.
erim soppa sog'la. Soppa sog' bo'lsa, o'sha eringizga aytib qo'ying. Og'ziga kelgan gapni gapiravermasin. Opajon, sizdan bir narsa so'rasam, xafa bo'lmaysizmi? Xo'p, so'ring. Rostdan ham odamni kasal qilib, shunaqa yomon ahvolga solib qo'yadigan folbilla bormi? Bo'lsa bordir. Men qayerdan bilaman? Shunaqa deng. Oy, mayli, men rosa shoshib turgandim. Ketdim, ishlarimni qilay. Bo'pti. Yaxshi dam oldingizmi? Bo'ladi, rahmat. Bugun ko'z tegmasin. Uyqungiz yomon bo'lmadi? 4 soatlar uxladim. Shunisiga ham shukr. Boshqa kunlari 1 soat ham uxlamayotgandingiz. To'g'ri, lekin bu vaqtincha xolos. 2-3 kun yaxshi yuramanda yana boshlanadi. Bu dard meni ko'p yillardan beri qiynaydi. Bilaman-ku. Jo'lan aka, shu darddan tezroq qutulib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Mayli, yaxshi bo'lib qolasiz. Bugun nima qilasiz? Boraman ishga. Doniyor qo'shni mahalladan bir ish topibdi. O'shani ko'rgani boramiz. Telefoningizga hali sozlatmadingizmi? Yo'q, hali keyin sozlatib olarman. Qara, menga nonushta tayyorlab ber. Ovqatlanib keyin ishga ketaman. Nonushta tayyor. Hozir. Mana hozir. Mana shu uy aka. Chaqiringchi. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz xonalarni ko'rib, ish bilan tanishgani keluvdik. Marhamat qiling. Doniyor shoshma. Ha? Bu opa kim? Bu opami? Bu juda ham kuchli folbi. Mijozlari shunaqa ko'p, uzoq-uzoqlardan ham kelishadi buni oldiga. Folbi deysanmi? Ha, folbi. Bu ayol issiq sovuq qilgan odamlar oyoqqa turib keta olmaydi. Men gapimga ishonmang. Sen buni qayerdan bilasan? Bilaman-da. Aytgancha bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, nimaga xafa bo'laman? Men kirakashlik qilib yurganimda ayrim mijozlarni shu yerga olib kelardim. Bir gal kenizni shu yerdan chiqib ketayotganlarini ko'rganman. Nima? Keniyimmi? Faqat bu gap oramizda qolsa iltimos. Balki yaxshi niyatda kelgandirlar. Bu ayol menimcha faqat issiq sovuq qilmaydi. Yo'qolgan narsalar bo'lsa, o'shalarni ham topishga yordam beradi. Tushunarli. Qani yigitlar, kelmaysizlarmi? Yuring. Ukangiz bilan ham jiddiyroq gaplashib qo'ysangiz bo'lardi. Jonga tegdi-yu, tuhmat qilaverib. Unga o'zim ham tushunmayapman. Nimaga bunaqa bo'lib qoldi? Yoki xotini yo'ldan uryaptimi ekan? Yo. Kelin unaqa odam emas. Axir to'ydan keyin biz bilan birga 2-3 yil yashashdi. Orada hech qanaqa gap chiqmadi. Kelinni bir gapi ham chiqqani yo'q. Shunga tushuna olmayapman. Men qara. Yoki ukam bizni ko'ra olmayaptimikin, ha? To'ppa-to'g'ri aytdingiz. Bizni umuman ko'ra olmaydi. Tayyor hovlini unga tashab chiqib ketgan bo'lsak ham, negadir bizga hasad qilaveradi. O'zi ukamga nima deyishga ham hayron bo'lib qoldim. Ozgina gapirsang, darrov lovullab yonib ketadi. Tushunmayman. Qanaqa gaplashish kerak u bilan? Avval bunaqa emasdi. Avval meni hurmat qilardi, hurmatimni joyiga qo'yardi. Aka, siz otam o'rnida otamsizdirdi.
yoki nima? Rostdan ham jin tekkanmikin ha? Aqldan ozib qolayotgan bo'lsa-ya. Yog'i, unchalik emasdir. Nega vahima qilasan, Ha nima? Ukangiz kechalari uxlamayotganmish. O'ziga o'zi gapirib yurar ekan. Yo'q. Endi o'ziga o'zi gapirib yuradigan odat ham chiqaribdimi? Ha-da, shunaqa. O'zichi har xil narsalarni o'ylab, joydan shubha gumon qilib yursa, shunaqa bo'lib qoladi odam o'zi. To'g'ri aytasiz. Mayli, meni ko'chada ishlarim bor edi. Shuni qila qoling, tinchlik xotirjam menga bersin. Xullas, mana shular aka. Ichkari devorlarni tozalab tashlab qaytadan qilish kerak ekan-a? Ha. Tashqarilarni ham bo'yab yuborishimiz kerak. Ha, tushunarli. Ha, bu juda qimmat material olib kelib qo'yibdi. Opada pul ko'pmi deyman? Ha, puldan muammosi yo'q. Aytyapman-ku, uzoq joylardan ham keladigan mijozlari bor. Aytgan pulini tashab keturishadi. Opada pul ko'p. Ha, tushunarli. Doniyor, kenayam nimaga bu yoqqa kelayotgan ekan? Bilmadim aka. Men uzoq yillardan beri qiynalib kelaman. Tushimda ham, o'ngimda ham, ko'z o'ngimda bir nimalar ko'rinaveradi. Ishlarim hech yurishmaydi. Farzandli ham bo'la olmayman. To'g'risi, meni ham kimdir issiq sovuq qilyaptimi degan shubham bor. Yo'q aka. Lekin qo'lingda isboting bo'lmasa, kimnidir aybdor qilishing ham qiyin bo'lar ekan. Isbot? Sizga isbot kerakmi? Qaniydi isbotim bo'lganda? Menga dushmanlik qilayotgan odamdan o'ch olmaymanmi? Faqat uni bu yo'lda qaytarsam bo'lgani. Hech kimga aytib yurmay-yu, makinadan shubham bor. Aka, menga bitta fikr keldi. Xo'sh, qanaqa fikr? Mana shu uyga yashirincha simsiz kamera o'rnatib ketsa-chi, uni telefon orqali ham boshqarsa bo'ladi. O'tdagi yozuvlarni ham bemalol ko'rib tursak bo'ladi. U kamerani qayerdan topamiz? Bu do'konlardan olib kelib o'rnatib qo'yamiz. Hozir hamma joyda reklama qilyapti-yu. O'zi kichkina narsa. Sezdirmasdan devorni bir burchagiga o'rnatib qo'ysak bo'ladi. Keyin qanday olib chiqib ketamiz? Bu yo'g'ini o'ylamang. Kamerani ishi oxirgi kuni o'rnatib ketsa yaxshi bo'ladi. Chunki bu opa hozir mijozlarni baribir qabul qilmayapti. Menimcha, uyini ta'mirlatayotgani uchun shunday qilyapti. Demak, ish tugashidan bir kun oldin kamerani o'rnatib ketsak bo'ladi. Ha, bo'ladi. Yaxshi kelishdik. Yur unda ish haqini gaplashib olaylik. Hop. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi kelibsiz. Rahmat. Yaxshi ishlab keldingizmi? Ha, rahmat. Bolalar qani? Xonalarda dars qilib o'tirishibdi. Unday bo'lsa yaxshi. Xo'sh, nima yangiliklar? Hech gap yo'q. Faqat shu yana Javlonbek kasal bo'lib qolganmish. Yo'q. Yana nima kasal ekan? O'zini yana o'sha eski kasalida. Bilasiz-ku, dangasalik qilib yotib oladi. Keyin men kasalman, yura olmayapman, tura olmayapman deb u bu deb bahona qiladi. Agar kasal bo'lsa, borib xabar olib qo'yishimiz kerak. Nima ham? Bor kiyimni alishtirib chiq. Hoziroq borib kelamiz. Men ham ustimga bu narsa kiyib olaman. Yur. Yana mazangiz bo'lmay kasal bo'lib qoldingizmi aka? Ha, senga aytgandim-ku.
Ba'zida shunaqa hech narsa yoqmaydi. Holsizlanib yotaveraman. Na ish qilgim keladi, na boshqa narsaga bir hafsala qilaman. Sizga ziyon tekkani aniq aka. Men ham shuni aytdim-da senga. O'zim ham sezib turibman. Kasal bo'lsam, doktorlar aniqlagan bo'larmidi? Soppa-sog'man. Lekin ahvolim mana bunaqa. Nima qilay unda? Shohsonam opaga ish to'xtatib turamiz deb aytaymi? Yo'q. Ishni to'xtatmaylar. Qara, yoningga bitta sherigada ishni o'zing tugataver. Men hali oyoqqa turadiganga o'xshamayman. Sen ham ishsiz qolib ketmagin. Xo'p aka, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Qara. Ishni oxirida o'zing borganda folbinlar xonasiga kamerani o'zing o'rnatib ketgin. Xo'p aka, Mijozlarni qaysi xonada qabul qilishini bilasanmi? bilaman. O'sha biz ta'mirlayotgan xonada hammani qabul qiladi. Juda soz. Unda kamerani shunday o'rnatginki, hech kim sezmasin. Bo'ptimi? Xo'p aka, menga ishonishingiz mumkin. Men bora qolay endi. Xo'p, mayli. Yaxshimisiz, Jalol aka? Yo, yaxshi emasman Feruza. Menimcha bugun ham ishga boramayman o. Mayli. Bormasiz, bormang. O'zingizga kelib oling, keyin borarsiz. Ishonasanmi? O'rnimdan turishga ham quvvatim yo'q. Nimadir meni bosayotgandayda. Rangingiz ham o'zgarib qoptimi? Shifokor chaqiraymi? Yo'q, ey. Hadebam ularni ovora qo'ramizmi? Baribir soppa-sog'siz tezda qaytib ketadi. Unda nima qilamiz? Bilmadim. Hech narsaga qiziqishim qolmayapti. Hatto ba'zida yashagim ham kelmayapti. Unaqa demang. Sen xavotir olma. Mana shu kasallik bilan kurashishga o'zimda kuch topa olsam bo'lgani. Siz kuchlisiz. Albatta kuch topasiz. Doniyor kelmadimi? Hali kelmadi. Endi kelib qolsa kerak. Agar Doniyor kelib qolsa, men oldim kirsin aytib bor. Biror nima kerak bo'lsa chaqirarsiz, oshxonada bo'laman. Xo'p, Feruz. Assalomu alaykum onajonim. Va alaykum assalom bolam. Yaxshi yotib turdingmi? Ha, rahmat. Charchab qolmadingmi? Yo'q, bo'ladi. Voy bolam, shunaqa ham qotib uxlaysanmi, ha? Rostdan ham voy. Rosa qotib miriqib uxlayman. Ha, endi uxlaysan-da. Yarim kechada kelganingdan keyin. Endi bir shunaqa bo'lib qoldi-da, oyi. Bolam, axir bunaqa yurish yaxshi emas. Bilaman. O'rtoqlaring bilan kechqurun aylangansan. To'g'ri, ichib kelmading, sarxush bo'lib kelmading. Lekin bunday yurish yaxshi emas, o'g'lim. To'g'ri, oyi, bilasiz-ku, men to'g'ri yuraman. Sen bekorchi yigit emassan-ku. Talabasan, o'qiysan. Sendan umidlarim katta, jon bolam. Yarim kechagacha ko'chada yurganingdan keyin charchaysan-da. Ertamasiga o'qishga borsang, miyangga hech narsa kirmaydi. Mana kecha kech kelganingning ta'siri. Uxlab qolding. O'qishingga ham bormading. Nima bo'ladi endi? Oyi, o'zi bugun o'qishimga kech boraman. Darsim kam, chunki ertadan ta'til. Shuning uchun ham o'rtoqlarim bilan biroz aylandim kecha. Shundoq bo'lsin, bolam. Sen o'qishing kerak, bolam. Hali seni oldingda qancha ishlar kutib turibdi. Xo'p, oyi, xavotir olmang. Yuzingizni yerga qaratmayman men. Mana akangni qaragin. Shuncha harakat qildim. Bolam o'qigin dedim. Yo'q, qiziqmadi, o'qimadi. Mana endi o'zi qiynalib yuribdi. Lekin akam o'qimagan bo'lsalar ham yaxshigina hunarlari bor-ku.
To'g'ri, bolam, gaping to'g'ri. Hunarli bo'lish ham yomon emas, lekin baribir o'zi qiynalyapti. Qiynalsalar ham akam yomon pul topmayaptilar, oyi. Ha, bolam. Mana shu yaxshi pul topishidan ham qo'rqaman-da, qo'rqaman. Chunki yigit kishini to'qlik buzadi deb bekorga aytishmagan. Akam unaqa yigitlardan emas. Xavotir olmang, oyi. Mehnat qilib halol peshana teri bilan pul topib yuribdilar. Ha, aytgandek, akamning o'zlari qanilar? Akayimmi ishga ketdi. Bir joydan ish topgan ekan, o'shani gaplashib kelaman deb ketdi. Ha, menga ham aytayotgandilar. Menga ta'tilda yordam berasan degandilar. Ana sherigi bor-u, doim birga yuradigan. Hech mana sherigi yoqmaydi-da. Yana o'sha bilan ishlarimiz. Nega unaqa deyapsiz? Sheriklar yomon yigit emas. Bilmayman, qanaqadir bir g'alati jinim suymaydi mana shu o'rtog'ini. To'g'ri. Shu o'rtoqlar juda ham tez kasal bo'ladi. Mana hozir ham kasal ekan. Shuning uchun menga qarashib borasan ta'tilda dedilar-da. Ha, aytgan choyi. Nuqul o'sha o'rtoqlar meni issiq-sovuq qilib qo'yishgan derkan. Rostdan ham shunaqa narsalar bormi, oyi? Shunaqadir ekanmi? Ha, bolam. Bu bor narsa. Bu eskitdan qolgan. Ana shunaqa bo'lsa, odamni umuman hayotini izdan chiqarib olar ekan. Ta'siri bo'lar ekan. Bolalarim, shuning uchun ham sizlarni duo qilib o'tiraman-da. Iloyim yomon ko'zlardan asrasin bolam. Baxtimga sog' salomat bo'linglar. Siz ham oyi bizni baxtimizga doim sog' bo'ling. Rahmat bolam. Mayli, men o'qishga ketdim. Siz yaxshi o'tiring. Yaxshi borib kelgin. Qani ilohim, tinchlik, tansihat, xotirjamlik bersin. Allohu akbar. Xush kelibsiz aka. Xushvaqt bo'l. Ha, uka, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Aka, yana holim yo'qda. Ish qilib ovqat yeyapsanmi? Ha, majburlab yeb turibman. Avvalgidek ishtaham yo'q. Javlonbek, balki biror bir yaxshiroq shifokorga borib ko'rinib kelarsiz. Meni kasalim shifokorlar tuzatadigan kasal emas keni. Voy, unda qanaqa kasallik? Siz tufayli kelgan kasallik. Mana, yana o'kingiz boshladi. Nimaga meni yomon ko'rasiz, Javlonbek? Sizga men nima yomonlik qildim, a? Nega tuhmat qilaverasiz? Iltimos, aka ketinglar. Hozir hech kimni ko'rgim kelmayapti. Mayli, uka, mayli. Qo'y, asabiylashma, hozir senga mumkin emas. Sen hozir bemalol damingni ol. Qani ilohim, tinchlik, tansihat, xotirjamlik bersin. Allohim dardlaringga shifo kamol topsin. Qani onasi ketdik. Yo. Shogird. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Qani, ishlar bo'layaptimi, ketyaptimi? Hammasi joyida aka. Ukamni yonimga sherik qilib oldim. Ishni ham deyarli tugatdik. Ozginagina ishimiz qoldi xolos. Ha, yaxshi. Ha, bu ish haqini oldinglarmi? Yo'q, hali olganimiz yo'q. Ertaga hisob-kitob qilamiz. Ertaga oxirgi kunimiz-ku. Ana bu ishimiz nima bo'ldi? Kamera. Juda ajoyib kamera topdim, ustoz. O'zi kichkina, lekin yozib olish sifati, xotirasi zo'r ekan. Ertaga o'rnatasanmi uni? Ha, ertaga ish tugatishdan oldin o'rnatib qo'yaman. Ha, tushunarli. Unda sen ishga kirishaver. Kamerani o'zing telefoningga ulab olaver. Shunaqa qilsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bo'shashma uka unda. Men hal tuzalib olishim kerak. Qiladigan ishlarimiz ko'p. To'ppa-to'g'ri. Men ketdim unda, aka. Mayli, xabarlashamiz. Xo'p. Yaxshi e'tibor. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Anchadan beri odam qaramay qo'ydingiz. Sog'lig'ingiz yaxshimi ish qilib?
Men yaxshiman. Shunchaki uyimni ta'mirlatgandim. Mana ta'mirlatib ham bo'ldim. Shuning uchun dam oldim-da, mijozlarni ham qabul qilmadim. Ha, unday bo'lsa yaxshi. Bu yigit negadir ko'zimga tanish ko'rinyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz xonalarni ko'rib, ish bilan tanishgani keluvdik. Marhamat qiling. Doniyor shoshma. Ha? Bu opa kim? Ha, bu opami? Ha, bu juda ham kuchli folbin. Mijozlari shunaqa ko'p, uzoq-uzoqlardan ham kelishadi buni oldiga. Folbin deysanmi? Ha, folbin. Bu ayol issiq sovuq qilgan odamlar oyoqqa turib keta olmaydi. Men gapimga ishonmang. Sen buni qayerdan bilasan? Bilaman-da. Aytgancha bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, nimaga xafa bo'laman? Men kirakashlik qilib yurganimda ayrim mijozlarni shu yerga olib kelardim. Bir gal kelingizni shu yerdan chiqib ketayotganlarini ko'rganman. Nima? Kelinmi? Faqat bu gap oramizda qolsa iltimos. Balki yaxshi niyatda kelgandirlar. Bu ayol menimcha faqat issiq sovuq qilmaydi. Yo'qolgan narsalar bo'lsa, o'shalarni ham topishga yordam beradi. Tushunarli. Qani yigitlar, kelmaysizlarmi? Yuring. Ha, endi siz ko'pchilikni qabul qilasiz. Balki kimgadir o'xshatib yuborgandirsiz. Ha, bo'lishi mumkin. To'g'risini aytsam, qilgan issiq sovuqlaringiz ancha foyda berdi. U kundan kunga so'lib boryapti. O'rnidan ham tura olmay qolganmish. Keyinchi o'ziga o'zi gapiradigan odatlar ham chiqarganmish. Natija berayotgan bo'lsa, xursandman. Hozir opajon. Bu safar shuni yana ham og'irlashtirib o'qib bering. Ja jonimga tegdi bu bola. Xo'p, yaxshi. Assalomu alaykum aka. Doniyor, yaxshimisan? Keyin o'tir. Nima gap? Tinchlikmi? Ha, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Aka, anu shubha gumonlaringiz to'g'ri chiqdi. Kelingiz sizni rasmingizni qo'yib, issiq sovuq qildirayotganlari videoga yozilib qolibdi. Nima? Folbin ayol sizni bir marta ko'rgani uchun tanib qolishiga ham sal qopti. Yaxshisi videoni ko'ra qoling. Men yaxshiman. Shunchaki uyimni ta'mirlatgandim. Mana ta'mirlatib ham bo'ldim. Shuning uchun O'zim ham sezgandim. Mana shu videoni menga o'tkazib ber. Anavi ishimiz nima bo'ldi? Kamera. Juda ajoyib kamera topdim, ustoz. O'zi kichkina, lekin yozib olish sifati, xotirasi zo'r ekan. Ertaga o'rnatasanmi uni? Ha, ertaga ish tugatishdan oldin o'rnatib qo'yaman. Ha, tushunarli. Unda sen ishga kirishaver. Kamerani o'zing telefoningga ulab olaver. Shunaqa qilsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bo'shashma uka unda. Men hal tuzalib olishim kerak. Qiladigan ishlarimiz ko'p. Xo'p. Lekin iltimos aka, shu akangiz bilan kelingizga men haqimda indamay qo'ya qoling. Sen xavotir olma. Seni hech qachon sotmayman. Menga yordam berganing uchun rahmat. Arzimaydi aka. Bu videoni dalil qilib Shohsanamni qamatib yuborish kerak. Aks holda u juda ko'pchilikka jabr yetkazadi hali.
qamatamiz. U qilgan ishi uchun javob beradi. Firibgarligi uchun ham. Videoni sizga Telegram orqali yuborib qo'yaman. Endi men bora qolay. Xo'p, bor. Hop. Feruza! Feruza! Tinchlikmi Jalol aka, buncha baqirdingiz? Men videoni ko'rgan. Men yaxshiman. Shunchaki uyimni ta'mirlatgandim. Ishg'olg'onlarim o'z ta'sirini topdi. Shuning uchun dam oldim-da, mijozlarni ham qabul qilmadim. O'zinim nahotki shunchalik borgan bo'lsa. Mana videoda hammasi ko'rib turibdi-ku. Hozir akamni chaqiring. Akam bilan gaplashib olmasam bo'lmaydi. Ukam yaxshimisan? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Kelinsizchi? Uydagilar, adingiz, oyingiz yaxshi yuribdimi? Yaxshi, rahmat. Ha, salomat bo'ling. Ha, uka, tinchlikmi? Yo'qlab qolibsan. Keling bilan bir kelib keting deding. Qani, gapir, nima gap? Ha, aka, gaplashib olaylik deb chaqirgandim. Keling, iltimos, bu ishlaringizni tashlang. Men ham odamga o'xshab yashashni istayman. Siz orqali yetkaziladigan ziyondan qiynalib ketdim. Qachon qutulaman bu tuhmatlaringizdan, Javlonbek? Doim bo'lmag'ur qayoqdagi gaplarni gapirasiz. Agar shunaqa qilaversangiz, oxiri militsiyaga berib yuboraman. Meni ham toqatim qolmadi axir. Istaganingizni qiling. Xohlang militsiyaga bering, xohlang qamatib yuboring. Aybim bo'lsa, mana shu dunyoda javob beraman. Lekin siz bu dunyoda ham, u dunyoda ham javob berasiz. Javlon, yana boshladingmi? Yana shu eski gaplarni qo'zg'ash uchun bizani chaqirdingmi? Ey, jigarim deb indamagan sari haddingni oshib ketyapsan. Sal o'zingni bosib ol, uka. Namuncha malikaga yopishib olding. Sen kasal bo'lib qolgan bo'lsang, bunda nima ayb? Shuni ayting. Aka, siz hech narsani bilmaysiz-da. Ikki quloqing bilan eshitib ol, Javlon. Agar mana shunaqa yo'q joydan janjal qilaveradigan bo'lsang, bu uyga boshqa kelmayman. Aka, mana bu xotiningiz odam emas, ilon bu. O'chiring ovozingizni. Oy, nima bo'lganda ham, u meni farzandlarimning onasi va seni kelinoying. Meni hurmatimdan ham buni hurmat qilishing kerak, tushundingmi? Yoki nima? Senga kelin haqida biror marta yomon gap gapirganmanmi? Aka, meni xotinim hech kimga yomonlik qilmaydi. Agar mana shu kimgadir yomonlik qilsin, uyda haydab boraman. Katta gapirmang, Javlonbek. Undan ko'ra ruhshunoskami ko'rining yoki yaxshiroq joyga borib davolaning, xo'pmi? Davolanishim shart emas. Siz folbinga borishni to'xtatsangiz, men ham tuzalib ketaman. Yana tuhmat. Qachon qutulaman bunaqa gaplaringizdan? Voydod! O'zingizni bosing. Shuncha paytdan beri menga tuhmat qilyapsiz, urushib kelyapsiz-a? Ha? Chunki siz rostdan ham tuhmatchisiz. Shunaqami? Yaxshi. Aka, unda mana videoni ko'ring. Ko'ringlar. Ko'ring. Yaxshilikcha aybingizni tan olganingiz uchun mana shu videoni internetga tarqatib yuboraman. Hamma bilsin kimga qaraqanligini. Javlonbek, uka. Iltimos, bu videoni tarqatmang. Meni kechiring. Men bilmay qilib qo'ydim. Sen shunaqa ham pastkash, vijdonsiz ayol bo'lasan. Men seni himoya qilib o'z jigarim bilan urushib yuribman-a. Aslida Javlon haq ekan. Dadasi, jon dadasi. Aytyapman-ku, bilmay qilib qo'ydim. Kechiring. Kenaye, bilmay qilib qo'ydim demang. Odam xatoni bir marta qiladi. Siz o'sha ayol uyiga har oy qatnaysiz. To'g'rimi? Yolg'on bo'lsa ayting. Jalol aka, bo'ldi endi o'zingizni bosing. Yo'q, Feruza, akam buni bilishlari kerak. Yo'q, qachongacha shunday yashaymiz? Men o'zimni nomimni oqlayapman, xolos. Mana kenaye. Mana endi dalilim bor. Javlonbek, iltimos meni kechiring. Videoni hozirroq o'chirib tashlang, iltimos. Javlonbek, senga ishonmaganligim uchun meni kechir, uka. Sen bo'lsa hoziroq qani oldimga tushib
Ha. Tuni bilan uxlamay chiqdingmi deyman a? Qanday qilib uxlayman? Sharmanda bo'ldim axir. Aslida senga bu ham kam. Chindan ham qo'ynimda ilon saqlagan ekanman. Ukam senga nima yomonlik qilgandi? Ha? Nima yomonlik qilgandi? Men ahmoqlik qildim. Hamma aybimni tan olaman. Faqat ukangizga ayting. O'sha videoni tarqatib yubormasin. Ayting. Xo'p. Endi qaysi yuz bilan aytaman? Qaysi vijdon bilan aytaman? Shuni ayt. Tushuntirib ber menga. Endi qanaqa qilib seni himoya qilaman? Axir kim ekanligingni bildim-ku. Jon dadasi. Hech bo'lmasa farzandlarimiz haqqi hurmati. Kechiring. Javlonbekka ayting. Meni sharmanda qilmasin. Mayli. Sen uchun emas. Farzandlarimiz uchun bir marta kechiraman. Ishqilib Javlon ham seni kechirsin. Astoydil kechirim so'rab, boshqa bu ishlarga aralashmaslikka va'da berasan. Xo'p dadasi. Xo'p. Nima desangiz shuni qilaman. Boshqa bunaqa noma'qulchilik qilmayman. Qani yurchi. Ha, turdi. Quyosh ham chiqib ketibdi, uyg'otmabsan. Ha, endi anchadan beri bunaqa tiniqib uxlamaganingizga massa qilib uxlasin dedim-da. Ko'zim qiymadi. Ha, Xudoga shukr. Oxirgi paytda o'zim ancha yaxshi his qilyapman. Ha, Xudoga shukr. Ishtahangiz ham ochilgan. Iloyim, ko'rganingiz shu bo'lsin. Tavba, odamlarga ham hayronsam. Qo'rqmay nima ishlar qilishadi-ya? Endi kenayman, o'sha fol bilan menga yomonlik qilisha olmaydi. Nega unaqa deyapsiz? Shohsana folbinni tergovga olib ketishibdi. Endi qilgan hamma ish uchun javob beradi. Ajab bo'pti. Yaxshi bo'pti. Jazosini olsin. Aytgancha, Javlon aka, videoni rostdan internetga joylaysizmi? Hozir emas, ochig'i o'ylab ko'raman. Sizga aql o'rgatmoqchi emasman, lekin aytmasam bo'lmaydi. Menimcha videoni joylamaganingiz yaxshi. Akangizni hurmati uchun. Men ham shuni o'ylab turibman. Xo'p, san nonushting tayyorlab o'rgin. Eshikka qaraychi. Xo'p. Keling aka, keling. Qani. Javlon, uka. Senga katta rahmat. Avvalo, senga ishonmaganimiz uchun bizni kechir. Sen menga hamma narsani isbot dalili bilan hammasini isbotlading. Meni ham ko'zim ochildi. Agar farzandlarimning onasi bo'lmaganda bu yalmog'izni bir daqiqa ham ushlab turmasdim. Jafar aka. Nima Jafar aka? Nima Jafar aka? Qilg'ili uni qilib qo'yib Jafar aka deysan? Endi uka, meni ozgina aka sifatida hurmat qilsang, kel, shu videoni o'chirib yubor. Oilaviy gap so'zlarimiz ko'chaga chiqmasin. Javlonbek, sizdan yana bir marta kechirim so'rayman. Hamma qilgan xatolarim uchun uzr so'rayman. Kechiring, qilmishlarimni bo'ynimga olaman. Sizga haqiqatdan ham dushmanlik qildim. Hasadgo'ylik qildim. Kechiring meni. Men barchasidan ming afsusdaman. Aslida o'sha fol bilan yo'lga qo'shib sizni ham qamatib yuborsam bo'lardi-yu, lekin akamning hurmati unday qilmadim. Bundan keyin o'ylab ish qiling keyin. Va'da beraman ukajon. Bundan keyin umuman bunaqa ishlarga aralashmayman.
to'g'ri yo'lda yuraman. Siz oldingizda va akangizni oldida uyalib qoldim. Kechiring. Uka, ota-onamizni ruhini chirqiratmaylik. Ayb bizdan o'tdi. Buni tan olamiz. Shuning uchun ham oldinga katta boshimni egib kechirim so'rash uchun keldim. Kechirdim aka. Videoni ham o'chirib tashlayman. Rahmat ukam, rahmat. Rahmat. Javronbek, rahmat.